Akalar, Aziz kanal obunachilari, bugun biz bozor 1-iyun 2025-yil biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Hamza shaharchasiga yetib keldik. Bo'g'ozimiz bor ekan. Mana Sayg'an akalar, bo'g'ozimiz 8 oylik akalar. Mana akalar, laklar bosib qo'yasizlar, mana shu yerda 2 marta tugmachasi bor. O'shalar bizga bosib qo'ysalar obuna bo'lasizlar akalar. Mana shunaqa smetanlar kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar akalar. Telefon nomerlar hamma yo'g'ini qo'yibmiz. Xato kamchiliklarimiz bo'lsa uzr so'raymiz oldindan. Yoqsa like, yoqmasa dislike bosib qo'yasizlar akalar. Mana shunaqa smetanlardan chiqarishdan to'xtatmaymiz akalar. Kimga kerak mana shunaqa smetanlar? Ono nima deyapti janovar? Ono nima deyapti? O, bo'g'oz 8 oylik akalar. Ichkarida novvatchalarimiz ham bor, xunajillarimiz ham bor. Hamma turda yeb bor. Akalar. Qani. Baqalarini qaranglar akalar, nima deyapti bu smetanlar? Gapiryaptimi? Ko'ringlarmi nima deyapti? Mana nima deyapti? Mana necha oylik? 8 oylikmi? Nima deyapsan? Gapir axir. Aka, bu sotilgan. Qarang, bu sotilgan ekan. Bu 55 millionga sotdik. 55 millionga sotilgan ekan. Qayerga sotildi? Jamashuvga sotilgan ekan. Mana xunajin sotiladi, mana ikkovi sotiladi, sizga sotiladi. Sizga meter nima sotilishi? Mana shu ikkita xunajin, xunajin. Uchoviga 60 million bersan? Uchoviga 60 million beringlar, kami bu ozgina. Xayrini qilib beriladi. Anami? Mana smetal nima? Narigimiz 4 oylik bo'g'oz. 4 oylik bo'g'oz ekan. 50 million bersan. 50 million beringlar bo'ladi akalar. Xayrini qilib berishadi akalar. Nima deyapti? Привозной. Germanskiy. Smetal. Germaniyadan kelgan. 3-siga 4 oylik bo'g'oz. 50 million. 50 million. Bo'ldi. Bular sotilib bo'lgan. Bular sotilib bo'pti. Uchovi qayerga ketdi? Mana Jizzaxga ketyapti. Endi xonosi bilan xonosini endi o'zimizcha boqib turaylik, keyin sotamiz. Boru qanday gapiradi bu? Mana. Aka. Mana baqalarini qaranglar. Ko'ryapsizlarmi akalar? Ko'ringlarini. Mana nima deyapti bular? Sog' bo'ling, salomat bo'ling, qaddingiz, qadringiz baland bo'lsin.